Siz istagan farzand bo'la olmadim. Balki bu qilayotgan ishim odobdan emasdir. Lekin men ham baxtimni izlab ko'rmoqchiman. Siz borlig'imsiz dadajon. Iltimos, meni qarg'amang. Albatta yoningizga qaytib kelaman. Qizingiz. Temalaring, qo'shlaring. Yana otinglar. Qo'shlaring davom masallaga. Tinmay otaveringlar. O'lma qo'ysana. Sizni boshqachasi yo'g'otib bo'lmaydi. Shoshmay tursan hali. Oy, o'g'lingizni qarang. Tinchlikmi? O't ketdimi, namuncha? Tinchlik bormi o'zi yo'qmi bu uyda? Tinchlik bermaymiz. Yaxshilikcha uyg'onmaganingdan keyin suv quydidim. Aka, vaqtida ishga boring demanmi? Sani men bilan ishing bo'lmasin vobshe. Qo'limga tushasan-ku hali. Voy, nima qilasan? Nima qilasan? Hamma yog'imni shilta qilib tashadi-yu qizingiz. Tavba qildim, ey. Jonga tegdi. Kech qolmay endi maktabingdan bora qol. Xayr, oyijon. Yo'lda ehtiyot bo'lib o'tgin, xo'pmi? Sardor bo'la o'g'lim, ishga kech qolasan. Kechagina boshlig'ing o'g'lingizni ertaroq uyg'otib ishga yuboring degandi. Bo'la qol tezroq. Yana o'sha boshliqmi? Kecha qanaqa bahona qilganding? Yana ishga kech qolsan.
Boshlovchi o'zini bilsin. Bahonani qaranglar. Oyisini boshiga globus tushib ketganmish. Men yo'rgakdagi sinimga qarab o'tirdim debsan. Nima qilibdi shunaqa degan bo'lsam? Axir men geografiya o'qituvchi emasman-u. Keyin singling yo'rgakdan chiqqaniga ancha bo'lgan. Sezmay qopsan. Oyi, bo'ldi qiling. Nimaga bo'ldi qilar ekanman a? Nimaga bo'ldi qilar ekanman? Ana o'ta kasal tashirilaring bilan kamroq o'tirib, uyga vaqtliroq kelsang, shunaqa bo'lmaydi. Nimaga yolg'on gapirding-a? Senlarni katta qilaman deb ham erkak, ham xotin bo'ldim. Yolg'izlikda farzand o'stirish qanaqaligini bilsang edi. Sen tengilar institutlarni bitirishyapti. Ular tankasi bor-da, oyi. Yana qanaqa tanka? Shunaqa tanka. Nima o'qiganlarini shoxi chiqyaptimi? Vaqti kelsa bittasi ham ana ish topolmay yuribdi, becharalar. Voy o'g'lim-ey. Senga o'zi qachon aql kiradi? Oyi, qo'lingiz rasa shirin-da. Choy tayyormi? O'tir aqa. Osh bo'lsin bolam. Rahmat. Tezroq bo'la qol. Xo'p. Kech qolib yurma tag'in. Qadaringga la'nat. Assalomu alaykum. Sardor keldimi yo'qmi? Yigiti guli hali bo'y taratganlari yo'q. Quloqsiz bola ekan bu. Ay yoshlari, ay yoshlari. Bolta To'rayevich, nima biz? G'aribmizmi? Sudaychi. Ana, o'sha professor bo'lsa kerak. Trubkani oling, hozir ma'lumotdan jo'nataman deng. Alo. Assalomu alaykum, Nig'mat Rahmatovich. Ha? Xodimimiz hozir kelib qoladi. Kelishlari bilan albatta yoningizga yuboraman. Odam ham 1 soat ishga kech qolishi mumkinmi, ha? Mumkin emas, Bolta To'rachi, mumkin emas. Kelsa oldimga kirsin. Umuman hech kimda mas'uliyat yo'q. Ko'rdingmi G'ayrat? Karani ham bemalol hayda olaydi. Sizga gap yo'q. Yigit kishi hamma narsani bilish kerak-da. Narsanga aytsam. Ha, endi qo'ldan kelgancha-da. Qo'ldan kelgancha emas, ish ko'zini bilish kerak, tushunding? Bo'pti, omon bo'l. Xo'p, xayr. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar yigitlar? Assalomu alaykum. Nihoyat yigitni guli bo'y taratdilar. Marhamat. Har doimgidek zo'rsiz, Noziya opa. Rahmat. Bugungi prichoskam sizga yoqdimi? Ha? Prichoskam yoqdimi? Dahshat, dahshat. Komplimentingiz uchun rahmat. Juda ham современный sizda. Zardovchik. Sizni didingizga qoyilman. O'zi kechik parigiz ham yonmas edi. Parik demasangiz ham bo'lardi. Xo'p deyapman. Go'zallikda tengi yo'q opaginam. Bolta To'rayevich o'zlaridanlar. Shu yerdalar. Puflangan sharga o'xshab o'tiribdilar. Kirishingiz bilan yoriladilar. Yo'q. O'zi nimaga kech qoldingiz? Siz o'zi yetmay turdingiz. Biza hamchi ukaliga bosh ko'tarmasdan ishlayapmiz. Xo'pmi? Hali orqamiz yeri iskayotgani yo'q.
sallachi assortimenti ko'paytirishni o'ylasalaring bo'lmaydimi? Ana u haligi otilmaydi, Seattle'da Garringa yetgan, Serion vaqtida yetkazsin. Xo'pmi? Maqarat, qo'ng'iroq qilasan yana, hop. Bo'pti. Assalomu alaykum Bolto'rayich. Va alaykum assalom. Xo'sh, endi kimni boshiga nima tushib ketding, ishga kech qolding? Ha? Sen bolaga qachon son kiradi o'zi? Qachon aql kiradi? Qachon odamga o'xshab ishga keladigan bo'lasan sen? Voy, tamom. Ishlamasa katta ko'cha. Tamom. Voy. Loqma meni eslatmayet. Bolto'rayich, meni bekorga urishyapsiz. Men ishlayapman. Ya qattiq ishlaysan, qani ishlayotganing? Ha? Hamma haligi yalpayib o'tirasanlar-ku. Salladachi, qanaqa sallada gelo'yli yetishmaydi. Ha? Tushunasizmi? Ha? Turishingni qara. Ha? Turishimga nima qilibdi? O'zi yetgansiz kostyumim galstuda yurlaring deb. Mana kiyib oldim. Yaxshi. Berak. Kel. Maqaruka, sen o'zi umring binobar bir galstu pastu taqqanmisan? Ha? Ha bu galstu degan bu kostyumdan haligi chiqtirmaydi, haligi minasiga o'xshab shalvarab. Ha? Okey, endi meni stilim emas-da bu. Men hech qanday stil bilmayman, tushundingmi? Odam bashara bo'lib yurgin, firmani pazor qilmasdan. Sen Aqualight'da ishlaysan, kompaniya. Bolta Teshayevich. Kechir. Anavi professor yana qo'ng'iroq qilyaptilar. Men qarang, siz odamni temir tersak aylantiryapsiz, ha? Bolta Teshayevich emasmi? Bolta To'rayevich. Tushundingizmi? Bolta To'rayevich. Ya? Tushunarli. Uzr, kechirasiz. Ya boring, hozir kelayotganlading. Xo'p bo'ladi. O'tiraman bunda. Mana 100 ta konteyner molimiz sotilganligi haqidagi kontrakt. Qo'l qo'yib yuboring shunda, xo'jayim. Qalay? Bo'ladimi? Voy. Blatnoye. Boplabsan-ku buni. Choy ichasanmi uka? Yo'q. Qoyil. Gap shalviragan galstuda emas. Uzr uka, uzr. Ha. Kelishdik mayli. Xo'p, xayr. Onani keti. Nazixon, mana bu yigitning guliga bir qarang-ya. Qarang, misli ko'rilmagan yutuqlarni qo'lga kiritib ketdi o'to'g'il. Неужели? Ha, bo'lar ekan mana. Yoshlardan umidimiz katta. Ha, jelovoyligini aytmaysizmi buni? Galistuvlarda turishini qarang, kostyumlarini yarashganini qarang. Asal bola. Asal. Bo'lmasa? Bolto'rayich, shu kostyum shunda o'zimni noqulay his qilaman. Yo. Bizning xodimlarimiz xuddi shunday kiyinib yurishlari kerak. Bashang kiyim, o'ziga ishonch va tabassum bu biznesmenning eng asosiy yutug'idir, uka. To'g'ri aytdingiz. Buni albatta yuvish kerak, Tesha Boltayevich. Yo'q, Bolta Teshayevich. Kechirasiz. 11 Boltayevich. Ha. Nima deyapti? Hozir professorga ma'lumotlarni olib borib berish kerak-ku. Ha, Sardorchik, professor kutyaptilar sizni. Mana va ma'lumotlarni olib borib bering. Menmi? Shunday. Ha, siz. Bunda haligi suvimiz haqida yangi takliflarni kiritgan professor. Shuni olib borib berasan. Meni nomimdan salom deb qo'ygin. Xo'p. Sardor, xo'pmi? Meni galstigini xuddi shunda taqdim Xo'p, xo'jayin, xo'p, Ta ishi bajargandan keyin kafe-pafeda yurmagan. Xo'p. To'g'ri meni oldimga Bo'ldi, kelgan. bo'ldi. Xo'pmi, uka. O'rgildimi? To'xtagin. Ya, ochil. Ha, Sardor. O'rta, yaxshi yuribsanmi? Bormisani? To'g'rigami? O'tira borib qo'yaman. Ya, to'xtagin, bu chochog'ingni bitta haydi. Voy. Ishtamanmi?
Bittagina haydi. Mani mashinamni men haydagansan, bir martaga yo'ldimagan o'rtoq. Yo, to'g'ri kelmaydi, o'tir. O'lib qolmaysan-ku. Qanaqa o'g'aysan? Ke xo'p degin. Ishga chiqolma, tez bo'l. Bo'pti. O'tir. Rahmat. Mamini nima qilasan endi? O'tirursan-chi. G'alati bo'lasan-da. Hayda. Mash sehrli tayoqchang zo'rda. Shunday ko'tarib shutga chalsang, charchoqlaring chiqib ketadi. Kim u? Bu men firmadan keldim. Professor uydamilar? Ha, uydalar, kiravering. Ada, qarang, sizni so'rashyapti. Ya, salom yaxshi qiz. Tekshirish vaqtida shunday qilib. Assalomu alaykum professor janoblari. Va alaykum assalom. Keling do'stim, keling. Sizga mushtoqman. Qani, marhamat. To'rga o'ting. Tortinmang. Juda soz. Bu ma'lumotlar menga suv va havo. Havo kabi zarur edi. Zero sotilayotgan mineral suv tarkibidagi moddalar meni qiziqtiradi. O'zingiz bilasiz, suv bu hayot manbai. Hozir regionimizda bo'qoq, jigar kasalliklari avj olgan bir paytda profilaktik ichimlik suvini tayyorlashimiz zarur. Zarur. Men yangi minerallarga boy suv yaratish ustida ish olib boryapman. Bu ishda menga Aqualite yaqindan yordam beryapti. Men o'z tajribalarimni Aqualite firmasini eng zamonaviy texnologiyalarda amalda sinab ko'rmoqchiman. Do'stim, aytingchi, siz sevganmisiz? Ya'ni go'zallikni sevganmisiz? Axir siz yoshsiz, seviling, yarating va holanki dunyoni go'zallik qutqaradi. Go'zallik esa bu sevgidir. Haqiqiy sevgi nimaligini siz yoshlar afsuski tushunmaysizlar. Lekin bir kun kelib bu tuyg'u qalbingizni shunday rom etadiki, shu payt siz ijod qilishga Axlat. Axlatga deyapman. Ijodga axlatda nima aloqasi bor? Axlatga to'lang. Kishi boshiga 250 so'mdan. Ada, biz axlatga to'laganmiz. Yaxshi. Endi men boray professor. Aytgancha, siz bilan nima haqida gaplashayotgan edik? Shirin narsalar hid kelyaptimi? Qizim to'g'riqli pirog pishiryapti. Mazasini ko'rsa bo'lamidi? Gulnoza. Mana bu janobni qornini to'ydirib qo'y. Siz yoshlar. Choy shart emas, kofe ham bo'laveradi. Sizga choy ham teshib chiqmaydi. Har bir kirganingizda shunaqa ovqatlanasizmi? Faqat sizdagi chiroyli qizlarni ko'rsam, qornim tez ochib ketadi-da. Yuragingiz bilan oshqozoningiz bir ekan-da. Rosa ham zo'r chiqibdi. Butun umr qo'li shirin xotinni orzu qilaman. Menga deymizmi? O'zingiz hamchi jabbemiz yigit ekansiz. Sizga qaragan sarim menga yoqib ketyapsiz. Ismingiz, ko'zoynangiz o'zingizga rosa yarashib turibdi. -7 mi? Yo'q, hazillashyapman. Adez ham yaxshi odam ekanlar, menga yoqdilar. Rosa kam gap ekanlar. Voy betamiz. Qizim, oying kelarmishmi? Ha, oldin bozorga borib kelarmishlar.
bo'yningizdagi telefoningiz rostakasimi yoki risovkami? Bu nima deganingiz? O'zi ham konditsioner pultiga o'xshar ekan. O'zi telefonni farqiga borasizmi? Qani bitta ko'ring. Mana. Dahshat. Bu yangi modeli bo'lsa kerak, по-моему. Ishlaydimi? Ana bo'ldi. Voya yori, bering bu yoqqa. Mana rahmat. Yaxshi qiz, men sizni ko'p bezovta qilmayman. Men ham o'zimni sohamni professoriman-da. Pirogingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Qo'ng'irog'imni kuting. Professorga salyut. Mendeleyev xonim. Omon bo'ling, xayr. Dadasi, o'zingiz dasturang. Sizni ko'rgani kelishdi. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Ishlang Sevaraxon. Ovora bo'psiz-da. Ovorasi bor ekanmi? Yaxshimisan do'stim? Salomatmisan? Rahmat. Tuzukmisan? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Ke. Rahmat. O'tir. O'zing o'tir. O'tir. Uzoq o'tirish mumkin emas. Xo'p, bo'ladi singlim. Uydagilar tinchmi og'ayni? Xudoga shukr, tinch. Ishlar bilan charchamayapsanmi? Ha, rahmat. Topilib qolar do'stim. Siqilma. Qiz bolaning ishi juda og'ir ekan. Qizim qochib ketdi deb birovga dodingni ayta olmasang. Balki bironta dugonasinikidadir. Nima qilishga ham hayronman. Qidiruvga beraylik desam, o'zing yo'q deding. Yo'q. Yo'q do'stim, qiz bolaning shaniga yaxshi emas. Bir kun qaytib kelsa, ko'cha-ko'yda qochib ketgan falonchi qiz mana bu deb ko'rsatishlarini istaysanmi? Bu ham to'g'ri. Menga qara, ish qilib oralaringda biron gap o'tmaganmidi? Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Hozircha olib kelaman. Rahmat. Unaqa gap so'z bo'lib o'tgan emas. Sevara qizimning o'gay onasi, buni o'zing yaxshi bilasan. Sevara yosh. O'ziga yarasha fe'l-atvori bor. Buni ustiga shu qizimni ko'ngliga yo'l topolmadi shekilli. Og'ayni, qizim meni birdan-bir ovunchog'im. Birinchi muhabbatimdan qolgan yolg'iz yodgorlik. Ha. Esimda, rahmatli xotining Nafosat xonam yaxshi ayol edi-da. Sevgi izhor qilganlaring esingdami? Qo'y, eslatma. Yuragim eziladi. Bratan, qarang, meni uryapti. Kim uradi? Ana quruq Aziz. O'zi bir bor gaplashib qo'ying, iltimos. Yuring. Ha, bo'pti, yur. Bor ishonganini chaqirib kel. Luboy bilan gaplashaman deyapti. Nima qiluvding unga? Zo'r bo'lsang yur, bir gaplar chiqarib zo'rdim. Mana shu yiqilib so'ng hamma yo'qmi deb deshadi. Mana. Ukam ne o'zingdan kichkina xafa qilyapsan? O'zini qarang, menga g'irromlik qotdi. Gar o'ynab yutqizib qo'ydimi, endi to'lasin. Gar o'ynadingmi? O'ynadim. Yutqizdingmi? Yutqishimni bilmagan edim-da. Aka, Nega o'ynaysan? O'g'il bolamsan? ha? Yutkizgandan keyin to'lash kerak. Soqqam yo'qda bratan. Iltimos. Men qara, nech pul yutkizsanga? 1000 so'm. 1000 so'm? Ma, 1000 so'm.
Ikkaloving yarashib ollaring, xom, bosh ko'rishmalaring, xom. Bo'ldimi? Ha, Bo'pti. mayli xo'p. Bosh ko'rishmalaring. Omadingizni bersin mana. Bopladigan uni aziz. Ha, bopladik. Shu stirak. Hey, Assalomu alaykum. Mana men. menga bitta sendvich bilan bitta kofe olib bering. Xo'p, bo'ladi. Voy, kechirasiz. Ay! Uzr, bexosdan Voy, topib nima ketdi. qilganingiz bu? Atalab qilganim yo'q, mana O'ynayman, sovchiga bilan chiqardingiz. aytib oling. Men hozir Nima qilyapsiz? Bo'linglar tez. mana yaxshilab artib oling, hozir qurib qoladi. Nima birinchi marta ishga chiqishingiz? Atalab qilganim yo'q, axir. Hamma yoq bopladingiz-ku. Hozir. Mendan o'tdi, uzr. Mana kofengiz. Sekinroq, sekinroq. Bo'ldi, siyurmang menga iltimos, o'z ko'ynayim sizdan qimmat turadi. Tavba qildim. O'sha qimmat ko'ylagingni kiyaysan. Tinchlikmi? Kimga aytyapsan? Ana o'gada, ko'ylagi mendan qimmatmish. Chidomayman. Bu hali holvasi. Ishlasang bundan battarini ko'rasan. Qo'y, xafa bo'lmagin. Agar hamma suvdagi asabiylashadigan bo'lsang, qo'lingdagi podnosing tushib qoladi. Ofitsiantligim bir san'at agar bilsang. Har bitta kuydirgan kallaga tirjayib turishing kerak. Qilib. Qo'pol bo'lish bizga aslo mumkin emas. Ha endi asalim bizning ishni bilasiz. Yugur ko'p. Xafa bo'lmang, xohlasangiz aybimni bugun yuvaman. Sarafshonmi, Arduskan borib, bu yoqdan bemalol gaplashib o'tiradi-da. Xo'jayin keldilar. Keyinroq qilaman. Assalomu alaykum. Yana qizlar bilan gaplashyapsanmi? Yo, ish yuzasidan gaplashyotgandim. Ha, boshqa qiladigan ishing yo'q deysan, ha? Assalomu alaykum, Bolta To'rayevich. Va alaykum assalom. Iye. Bu sochni nima qildingiz? Yarashibdimi yangi prichoska? Nima qara? Shu kech qolishingni bilardim desam bolani. O'shaning uchun haligi shartnomaga qo'l qo'yishga o'zim bordim. Ha. Tinchlikmi, hammasi yaxshimi o'zi? Ha, tinchlik. Haligi nima deydi? Okey. Okey. Xudoga shukr. Tarxuningizdan qo'yib yuboring. Xo'p bo'ladi. Agar akvalatdan ichib tursangiz, Bolta To'rayevich, ichingiz har doim okey bo'ladi. Marhamat. Endi bu sabuychani yuvish kerak. Nima dedi Sardorchik? Ochig'ini aytsam, Bolta To'rayevich, staloydagi bo'sh ham jonga tegib ketdi. Ishda ham bo'sh, uyda ham bo'sh, hamma yoq bo'sh bo'lib ketdi. E'tiboringiz uchun bugun staloyimizda kartoshka. O'sha kartoshkani kraxmalidan faqat yoqib turadi. Bu xo'jayin deyman. Nuqul bo'rsh ichadilarmi deyman? Ha, o'sha bo'shini yaxshi ko'radigan xo'jayinimlar misoli quyoshga o'xshaydilar. Har kuni kechqurun allaqayoqlarga borib, ertalab paydo bo'ladilar yonimda. Endi Nozixon quyosh bo'lish oson emas-da. Quyosh nurini bir joyga sochmaydi. Kechqurunlari haligi har xil joylarga sochib, ertalab oldingizda charaqlab tursalar bo'ldi-da. Gapingdan olsa ham shunda-de, Bolta To'rayevich. Xo'sh. Charaqlab turishning o'rniga so'ylagan sabziga o'xshab kirib keladilar. Nimaga o'xshab? So'ylagan sabziga. Sen bu yoqqa kirgin. Xo'p bo'ladi. So'ylagan sabzi. Agar meni so'rab qolsa, chaqirib olasiz, iltimos. Xo'p. Bu yoqchisan? Bu yoqchishi. Ha, xo'jayin. Hali hamma telefondagi qizlarning ko'ngliga kal topa olasan-a? Xo'jayinning ko'ngliga kal topa olmaysan. Qanaqa kalt aytasiz? Ne bari? Ha bu xo'jayin
Temirdanmi? Yo'q, temirdan emassiz. Unda mana qara, uka, bizlarning qora sochimiz oqargan bo'lsa hamchi, ko'nglimiz yosh. Ey. Ber kichik. Shu uka bironta bir yoshroq bilan tanishtirib qo'ysang, sovqotda edi qolib ketamiding deyman-da. Endi siz bosh yuzida, aka. Oylik poyliging ham oshib ketamidi? Agar siz boraman desangiz, aka, biza yes qilamiz. Ana bu boshqa gap, uka. Bugun kechqurun diskotekaga boramiz. Xohlasangiz agar. Конечно, спрашиваешь. Faqat bitta nosi bor-da. Tushunmadim. Diplomat, kostyum shimlarda, mana bu galstuklarda u yoqqa borishmaydi. Nima deganing? Haligi современный roshmotkalaringiz bormi? Jinsi, futbolka, barsetka. Ular bo'lmasa yes qilamiz uka, qizimizni. Sen menga точнetga boramizmi yo'qmi? Xafa qilasiz, bratan. Uzr, o'tiraychi. Siz boraman desiz bo'ldi. Qo'ltaji. Ketdi. Xo'p. Menam bir yoshligim esli. Ana bu qozondagi bo'shni isitib, adaylarga bergan, xo'pmi? Zo'r joylar bu, xo'jayim. Maqtagan joying shumi? Kiyimni hamchi itvachchasini kiyosan. Xafa qilyapsan meni. Yuri, aka. Прикинь, вчера на дискотеке сижу подальше. Bilasizmi? Qizlar anaqalarda o'ynashadi deb yo'ladi. Siz hamchi bo'sh kelib o'tirmang yana. Sog'lik, yaxshimisiz? Ya, oshdamsiz ko'rishuvlar ekan. Hammasi bilan. Odamlar so'rashadi uka. Mabetani boblabdi-yu uka. Endi, men qarang, esingizda bo'lsin. Hozir ichkariga kiramiz-ku. Shundachi, o'zingiz takku delovoy qilib ko'rsating. Uka, meni nima deyapsan? Hamma joyda. Yeb potar. Kim bu? Michael Jacksonmi? Ya qanaqa Michael Jackson, ey? Yuragingizdan ham bor ekan-da o'zi. Qo'rqib ketdi-ya, qatdan topganmi Yuring, o'zi? bo'pti. Xo'sh. Keling xo'jayin, siz mana bu yoqqa o'tirib oling. Yo'q, qalay ishlar? Ver choyingdan damlaguncha achchiq qilib. Amaki, bu sizga choyxona emas-ku. Xo'jayin, siz bir minut o'tirib turing, mana shu men xos kelaman. Suv puli ichib turing. Yo'q, ayni, sen xo'jayin qarab tur, yaxshilar. Xo'p bo'ladi. Uzoq qolib ketma. Xo'p bo'ladi. Tatunya, qalaysan? Qalaysan? Yaxshi, rahmat. To'xta, pomadam artib qo'yingizda. Kichiksa o'zing qalaysan? Men qara. Rahmat, yaxshi. Ko'rinmaysan? Rahmat. Nichivo? Qalaysan o'zi? Bo'ladi, biz ham qimilla yuramiz amallab. Sen lekin bugun rosa ochib ketding. Yo'q, rahmat jonim. Bitta senga yaxshi xabar bor-da. Qani eshitaylik-chi? Ana sen ashula aytmoqchi eding-a? Bittachi yaxshi sponsor bor-da. Vobshim gap bo'lishi mumkin emas, ha? Tanishtirib qo'yaymi? Davay. Sen shu yerda o'tirib turgin-da. Men hozir olib kelaman. Xo'p? Sen mana shu yerda o'tirib tur. Bo'pti. Xo'jayim, bo'ldi. Ishda gaplashdim. Qaysi? Voy, jasur bu. Bilasiz-ku. Boramizmi? Boramiz, Turing. Yaxshi. Qaniyga men ham ovoling. Shu, davay ketdik. Keling, bo'pti, men yoqqa. Salom alaykum yigitlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchilik yo'qmi? Choyxonadamisiz? Bax, keling, so'rashinglar. Salom alaykum qo'ydim-da. Bo'ldi, gapni o'tiring, men yoqqa xo'jayin. Qandoq bo'larkin, ha? O'tiring, hech nima qilmang, normal. Endi o'tiring. Assalomu alaykum. mana. Va alaykum assalom. Xo'jayim, mana men sizga aytgan qiz mana shu bo'ladi. Tanishing, oti Tamilafon. Sizlarchi bemalol o'tirib turing, men hozir kelaman. Bo'ldi gap. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Qalaysan, qayni? Yaxshimisan? Kel o'tir. Qalay? Yaxshi, rahmat. Sardor, ana unisi kim? Anlami? Ha. Endi ertaqa nima ish qiladi o'zi? Amerikada ishlab kelgan, benzin kolonkalarda pulichi mashinchi tiqilib yotibdi-da. Xursandman. Tanishganimiz uchun. Oldik. Zamir opa, sizga nima bo'ldi? Bugun xomush ko'rinasiz. O'g'lim kasal. Uyga borgim yo'q. Kasal? Nima kasal? Doktorlar yurak barogi deyishdi. Kundan kunga ahvol og'irlashyapti. Uni faqat operatsiya qutqarib qolar ekan. Nega operatsiya qildirmayapsiz? Pulsiz kasalga kim ham qaraydi? Hozir hamma narsani otasi pul. Operatsiya, dori-darmon deganlaridek.
Menga pul kerak. Ancha pul kerak. Kimlarga yalinmadim deysan? Hech kim tushunmaydi. Xo'jayinning oldiga kirsam, u ham ziqnalik qildi. Ozgina yig'ib qo'yganim bor, lekin yetmaydi. Bolajonimning ko'zlariga qarasam, yuragim orqaga tortib ketadi, xo'rligim keladi. Hozir o'lib qolsa deb qo'rqaman. Zamira opa, mana buni oling. Yetmaganiga qo'sharsiz. Bu nima qilganing? Axir bu qimmat turadi-ku. Bilaman, qo'yavering, boringizni davolating. Keyin afsuslanmaysanmi? Tushun, bir umr ishlab ham buni pulni qaytarib bera olmayman. Bitizri ekan opajon. Rahmat. Bu qilgan yaxshiligingni o'lsam ham esdan chiqarmayman. Bilishimcha, siz ashulachi bo'lmoqchi ekansiz. Men shu o'zimizni haligi yurakni ezib o'radigan ashulalarni yaxshi ko'raman-da. Yoshligimda men ham shu ashulachi bo'laman deb orzu qilganman. Chechen oqshom falangday ay bu zarib ben o'tganda sizam bitta aytib bersangchi. Manmi? Oy yuzidan nur yog'di simsim. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Shirin tushlar ko'rsin sevgilim. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Naqildi ey yuzlar zifo. Papa susundan içeri. İçin. Naqildim ey yuzlar zifo. Aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday bevafo. Yur ketdik. Yur Aferin. Aferin Tatula. Tamila. Aferin. Ozcha yaxshi ekansiz. Faqat haligi qo'shiqni o'zi sal bo'lmagur qo'shiq ekanda. Odamni juda ilhomlantirib yubordi hozir qo'shig'ingiz. Ben g'alati bo'lib qoldim hozir yuragim. Siz o'tirib turing, men hozir. Ukajon, вот ishonadi. Oting nimaydi? Emirjonmidi? Qoyilmasanga. Menga ber, mana meting, sen har kun aytasan uka. Hozirgi zamon hammayoq adres, soxta telefon, mashina, Mercedes. Bularning hammasi bor menda, lekin boshqa dard yuragimda. Zaman qariydi menga boqsa, yosh chog'larim qaytib kelsa, Harley Davidsonlarda minsam, disko klublarga borsam, bo'lsam qizlar yulduzi, hip hop breakdanslar qiroli, rock and roll, rap, techno, jazz menga faqat shu bo'lsa, meni o'yinga tushishimga gap bo'lishi mumkin emas. Dada, gap bo'lishi mumkin emas. Men baribir hali yoshman, qari deganni o'zi dushman. Yoshlarga ko'rsatib qo'yaman, men bunga javob beraman.
Yaxshi joyga keluvdi deb o'tganman. Bari. Mayli. Come on. Anu qizdacha ketavergan ekanman, Murod. Ha endi manam yo'dmas edim og'ayni. To'ppa to'ra. Qalaysiz Zamiraxon? Yaxshi, rahmat. Nima buyurasizlar? Ikkita sendvichda. Yangimi? Ha, yaqinda keldim. Ochilmagan gulga o'xshaydi-yu. Shunaqaroq. Tanishsak bo'ladimi? Eplasangiz. Oh. Biz eplamaydigan ish o'zi yo'q. Zakazni o'sha olib kelsin. Okey. Marhamat. Nozi oyollaringiz charchagandir. Keling bizlar o'tiring. Bizga mumkin emas, yana biror nima buyurasizmi? Buyursamchi. Uni chaqirarsiz. Yomon qildi-yu, ha? Alo, aka, qalaysiz? Mashina tuzalib qoldimi yo'qmi? Pishkom yurish Yaxshimisiz? Rahmat. Qalay bolalar, sonlar yaxshimi? Yaxshimisan? Rahmat, o'zlaringchi. Tinchlikmi? Nafisa, nima bo'ldi? Qo'rqib ketdingmi? Zamira opa, ularga o'zingiz qarang, iltimos. Qo'rqib ketyapman. Nimadan? Ana yigit ustiga kofe to'kib yuborgandim. Qo'rqmasang-chi. Hammasini men aytgandek qilsang, bu yog'i zo'r bo'ladi. Qani, endi bora qol. Sallaga aytganman, o'zlaring kelmagansan. Lekin o'shanda restoranda ertalabgacha maza qilganmiz-da. Shunaqa-da. Maza qilibsanlar-yu. Nima buyurasizlar? Buyuraymi? O'tiring bo'lmasa biz bilan. Rahmat. Nima buyurasizlar? Ehtiyot bo'l, tag'in ustingga bu narsa to'p o'rmasinlar. Ustingizdan mag'za ag'darmasam bo'ldimi? Nima deding? Kimga sakrayotganingni bilasanmi o'zi? Voy, ofitsiantgalar tili chiqib qolibdimi? Mani kimligimni bilasanmi o'zi? Qanotingni qayirib qo'ymay yana buncha nozlanasan. O'zingni boz Zokir, qiz bola-yu, qo'ysangchi. Kim bu o'zi? Nimaga kerilyapsan? Yo nima, osmondagi oymisan, a? Zokir, o'zingni boz. Seni sotib olishga qurbim yetadi, tushundingmi? Otangiz pulgami? Nima? Eshitganingiz. Namuncha senga yopishib bo'lmasa, qo'y, xafa bo'lma, o'zingni bos. Qo'yni uchun biroz o'tirsang, sendan nima ketardi? Mani g'ururim ketardi. Nimaga endi begonalar bilan o'tirishim kerak ekan? Ertaga qo'yli uchun to'shakka tortsa borishim kerakmi? Kechir. Nima qilaylik, ishimiz shunaqa. Telefon itini olibsanmi, Zokir? Ham gapmi, oxirgi model kecha amakim sovg'a qildilar. Yoqib qoldi-a? Ha, mashina juda zo'r-ku. Haydash qachon berasan? Vaqt soati kelib qolar. Sardor, qizlarni yaxshi ilintirasan. Menga qara. Boyaga ofitsiantkani ilintira olasan. Qaysini? Boyaga bor-ku. Haligimi? Ha. Hazillashyapsan? Behazil. Ilintira olmaysan, tushunding? Ilintirsamchi. Mana shu saniki. Gap bitta. Qiz bola ustidan ham gari o'ynayapsam telefonga. Nima arzimabdimi? Yo ilintirishga ko'zing yetmayaptimi?
Bitta ko'rish telefoning. Mana tayyor. Bo'ldi, ana kelishdik. Qara og'ayni, ilinib qolmagin o'zing. Omon bo'l, ko'rishamiz. Ana hozir keldim o'zi. Ha, bo'ldi dedim-ku. Bo'ldi endi. Ha, xo'p, bo'pti. Bo'pti, xo'p. Uyga olib tashlab bo'lmasa hammasini siz boravering. Ha, pulni keyin gaplashaveramiz, qo'rqma. Men keldim, bo'ldi, hammasi hal bo'ladi. Ha, bo'pti, mayli. Voy, Sevaraxon. Endi- Juda ham ajoyib ayolsiz-da. Uydagi sharoitimni o'zingiz bilasiz. O'sha arzandasini deb yashayotganmish. Voy, qiziqsiz-a, Sevaraxon. Rahim aka sizni sevmasalar, siz bilan shuncha yil yasharmidilar? Voy, tavba. Xo'p. Chemodanlarimni xonamga olib chiqib qo'yinglar. Voy, meni toychog'im, erkatoyim. Kela qol bolajonim. Yaxshimisiz? Xudoga Yaxshi shukr. o'tiribsizmi? Xudoga Opamisiz? Ha, Toychog'im rahmat. meni, toychog'im. Assalomu alaykum, kenayi. Muhtamjon, Va alaykum assalom. esingdami o'g'lim? Dugonam Sevaraxon degandimi? Mana o'sha opang. Shunaqami? Assalomu alaykum, kenayi. Yaxshimisiz? Yaxshi Xudoga o'tiribsizmi? shukr. Pochcham yaxshimilar? Rahmat. Qizingiz yaxshi yuribdimi? Tinch, rahmat. Uzr, hozir bir daqiqa. Alo. Ha, aka, qalaysiz? Hozir keldim, aka. Bu yoqni so'rasangiz, Sevaraxon, o'g'lim qizingizni ko'rdi-yu, aqldan ozdi. Oyi shu qizdan boshqa hech kimga uylanmayman, o'laman sattor, dod faryod qildi. Menga qarang, shu arzanda qizingizni men o'g'limga bering, bir yo'li qutulasiz qo'yasiz. Undan keyinchi Rahim aka ham butunlay o'zingizniki bo'larmidi? Bechora o'g'lim sho'rlikni ham o'zim ham kam ko'raman. Poyezdkalarni ko'pligini aytmaysan. Bir qarasangiz Malayziyada, keyin Singapurda, Dubayda, bu yog'i endi Yevropaga o'tib keladi. Qo'yaverasiz. Meni o'g'limchi juda ham omadi chopgan biznesmenlardan-da. Qo'lida qo'sha kafelari, barlari, restoranlari bor. To'g'risi ham. Endi qizingizni bersangiz, meni suxsurday o'g'limga berasiz-da, aylanay. Xudo xohlasa. Hurmatli xonimlar, prezent. Mana bu sizlarga. Shunaqami? Mana. Ovora bo'p nima qilardingiz? Voy, meni o'g'lim juda ham sovg'a qilishni yaxshi ko'radi-da, Sevaraxon. Ovorasi bormi? Kecha Dubayda mana shu duxiyni prezentatsiyasi bo'ldi. Bizni Qo'qon ayollarini fransuz ayollaridan xayri kam, a? Xudo xolasa, hali bundan zo'rlarni ham olib kelib beraman sizga, oyijon. Muhtamjon, bu dadangiz qachon kelar ekanlar? Axir dadamni bilasiz, Malayziyaga uchib ketdilar. Oyinga borib aytgan, xavotir olmasin dedilar. Bir hafta yo'qligimga sog'liqchilar kelib kafelarni yoptirib, hamma yoqni dabdalasini chiqarishdi. Hozir men ishga borib kelaman, oyi. Tezda borib ishlarimni hal qilsam, kechqurun mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Biz bilan o'tirmaysanmi, o'g'lim? O'tiramiz. Hammasi okey. Shundoq ishlarimni hal qilib kelay. Mayli, bora qo'y. Uzr, lekin begoyam. Bo'ylaringdan o'rgilaysan, toychog'im. Bora qo'y. Bor, assalim. Aytmadimmi sizga? Aytmadimmi meni bolam uyda o'tiradigan bola emas? Ha. Qadamida pul topadi, pul sanaydi. Hay donaxon. O'zi ham dilbargina o'g'liz bor ekan-u. Hech bilmagan ekanman-a? Qisqasi, Sevaraxon, agar bu yog'iga siz rozi bo'lsangiz, gap Rahim akani ko'ndirishda qoldi. Rahim akangizni ko'ndirishni menga qo'yib bering, oposi. Ha, bitta erkakni ko'ndira olmagan ayolmi? Bo'ldi, kelishdik. O'zingizdan qolar gap yo'q. Nafisaxon, avtobusni ham oxirisi o'tib ketibdi-yu. Endi taksida keta qolamiz-da. Maslahatingizga zor emasman. Voy bu, menday bola sizga taksida ketaylik desa, siz yo'q dedingizmi? Xo'sh, nima qilay bo'lmasa? Hech narsa. Uncha-munchaga ilinmaydigan ko'rinadi-yu. Hayodan ham gar o'ynadim-a. Bu
Bu ham o'shalarni bir sherigida. Kech bo'lib qopti-yu, qo'rqmaysizmi? Qo'rqmayman. Yo'lingizdan qolmang. Xo'p bo'ladi. Lekin ko'zlari chiroyli ekan. Ish qilib ketib qolmasin-da. Bir o'zim qo'rqaman. Meni tinch qo'ying. Bo'lmasa bo'pti. Faqat aytilgan gaplarga xafa bo'lmay, maylimi? Xayr, yaxshi yetib oling. Tavba qildim. Jinnimi? Bir o'zimni tashlab ketdi-ya. Ahmoq. Qayoqqa yaxshi qiz? Tanishaylik. Meni ismim Shohruxxon. O'tiring olib borib. Tavba qildim, hojatga chiqishga ham qo'yishmaydi bular. Qani uka? Ketdik. Qandoq? O'tir, Napi. Mayli, faqat ko'chamiz boshida tushib qolaman. Yaxshi. Haydi. Ha? Nima qilirsan? Hayda. Donalar turib berishga o'rgatadi. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Ha, bolam. Tinchlikmi? Boya ustam telefon qiluvdi. Mashinam tayyor bo'lgan ekan. Bugun siz bozor uchalingizni qilib kelaman-da, keyin ishga borib kelaman. Voy. Ovora bo'lib nima qilasan, bolam? Qo'y, ishingdan gap tegmasin. Oyi, o'zi savollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, bolam. Yaxshiman, xudoga shukr. Belingiz og'riyaptimi? Yo, o'zingni hech qayering og'rimayapti. Yo, men yaxshiman. Negadir xayoling parishon. Sizga bitta gapim bor. Qanaqa gap ekan? Manchi sizga bitta ajoyib kelin topib qo'ydim. Voy. Mayli, men telefon qilaman. Voy, qayoqqa? Voy, bolasi tushmaguray. Voy, tavba qildim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bir nima buyurasizmi? O'zingizga yoqqan bu narsa olib kelib bering. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Qani o'zingiz ham o'tiring men bilan. Agar har bir mijoz bilan nonushta qilsam ishlamasligimga to'g'ri keladi. Agar men bilan o'tirmasangiz, men ham ishlarsa yemayman. Iltimos endi o'tira qoling. Bizning firmada ishlab chiqariladigan eng shirin suvlardan bittasi sizga o'xshagan. Bu sizga mendan. Rahmat. Ochib beringmi? Yo'q. Nega ko'zlaring o'chib? Dunyoda mehribon onam bo'lishini xohlayman.
Borligimning sababi sen Mening jonim ko'nglim erkasi sen Aytgin shuncha azob kerak kimga Ishon jonim seni sevishimga ko'zing ma'yus Darding topolmadim afsus qaysi yovuz Ozor berdim qil yuzma-yuz ko'zing ma'yus Darding topolmadim afsus qaysi yovuz Xafa qildim men esa ojiz Xo'sh. Yigitni guli nima deyapti? Meni uchrashuvga taklif qildi. Rostani. Borasanmi? Boraman. Yuragingdan uribsan. Ha aytganda bitta surishtirib yuribsan. Kim ekan? Ana u yerda o'tiribdi. Voy, ketib qopti-yu. ko'zing ma'yus Darding topolmadim afsus qaysi yovuz Ozor berdim qil yuzma-yuz ko'zing ma'yus Darding topolmadim afsus qaysi yovuz Xafa qildim men esa ojiz Siz baxtlimisiz? Yo'q. Qachonki seni ko'zlaring quvonchga to'lsa, men o'shanda o'zimni baxtli his qilaman. Ko'z qachon quvonadi? Sevgan odamini ko'rganda. Ah, Endi meni boshqalarda ishim yo'q. Meni sendan boshqa hech tanishim yo'q. Vale? Endi meni boshqalarda ishim yo'q. Kelishganimizda gaplashamiz, xo'pmi? Nima bo'lsa? Meni sendan boshqa hech tanishim yo'q. Har kuni bir didoringga to'yib meni boshqa qiladirgan bir ish. Assalomu alaykum. O'rgimcha do'stim og'lanma. Alaykum assalom. Omadingga quvonma. O'tkinchi dunyolarda. Kelinglar, xush xizmat. Qarab ko'ringchi, xo'jayin o'zlaridan. Shu yerdalar. Hozir aytib chiqaman. Bota To'rayevich. Ha? Soliqchilar kelib qolishdi. Nima qilamiz? Kirishsinmi? Yo'let var biysizmi? Shu yerdalar deb aytib qo'ydim-da. Nima qilamiz? Bo'pti, bir pas kutib turishsin. Xo'p. Sardor, sen joyingga o't. Sen to'xtalib o'tirasan. Nozixon, Labbay. ayting kirishsin. Xo'p bo'ladi. Rahmat sizga, yaxshi qiz. Ya gap bo'lishim kerak emas, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelinglar, xizmat. Nega tikilib qoldinglar? Bilasizmi, biz Aytib qo'yay lekin. Bizni chiqayotgan barcha qaror va farmonlardan xabarimiz bor, bildingiz? Qolaversa, nohaq tekshiruv uyushtirayotgan chala soliqchilar ustidan arz qilishga bizga ham haqqimiz bor. To'g'rimi uka? Uka, sen ham boshlandi shekilli. Shunaqaga o'xshatdi. biz nogironlar jamiyatiga kelib qolibmiz, Alfiya. Shuni unutmangki uka, hukumatimiz bizni o'z himoyasiga olgan. Chunki biz To'g'ri, Bolta To'rayevich. Chunki siz Alfiya, proch. Chunki siz haqiqatan ham zamonaviy, ekologik, gazli, gazsiz suvni, ya'ni Aqualight suvni yaratuvchi rahbarsiz. Siz tipajsiz.
Bolta To'rayevich. Kstati, tipaj. Tipaj. Kstati, tipaj. 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 Alfiya. Tipaj. 0822. Alfiya. 0822. Siz tipajsiz. Grim keragi yo'q. Chiroyli keragi yo'q. Asosiy kerak emas. Shulay. Inkrustatsiya kerak emas. Chunki tipaj. Siz Gamlet. Siz Mel Gibson. Marlon Brando, Jack Nicholson, Robert De Niro. Siz. Bravo. Siz. Erkin Komilov. Alfiya aka. O'cha. Endi Boltovoy To'rayevich o'zim tanishtirsam. Xo'sh. Boshlayshi qo'y. Qarang, talant. Men Amerika kino akademiyasining eng oliy mukofoti, ya'ni Oscar. Oscar. Mukofotini olaman deb yurgan bir kino rejissor bo'laman aka. Men ismim Isomiddin Amir bo'ladi. O'ri keldin. Tamam bo'li. Shunaqa demaysanmi, uka? Ya odamni nalogovidan keldim deb yuragimni chiqarib yubording-ku. Ya boyitdan biri boshimni qotirib. Nozixon, Labay, Bolta To'rayevich. hali suvdan olib keling. Xo'p bo'ladi. Endi siz uka o'zbek filmdanmisiz? Yo. Bolta To'rayevich, biz aslo o'zbek filmdan emasmiz. Biz o'zimizni xususiy, ya'ni частный studiyamiz bor. Studiyamiz nomi Amir International Pictures, Prider Cinema www ya'ni 28 ta w ko'pakcha ru jaranglashini qarang aka. Ko'payib ketishdi bular. Bemaza qovuni urug'i ko'p bo'ladi degandek. Aka, tushunmadim. Anu ishimiz ko'p deyaptilar-da. Haqiqatan. Bekorchidan xudo bezor. Ish bo'lgani yaxshi-da yoki ish bo'lgani yaxshi. Akacha. Haligi bir qaysi bir ahmoqchi muhabbat sinovlarimi degan bir balo kino chiqaribdi. Yes. Boltoy aka, to'g'ri. Ahmoq. Muhabbat sinovlari samandarmish. Shu menga keling nima deydi degan. Siz bilan adas shuncha yashab deydi, muhabbatimizni sinab ko'rmagan ekanmiz deydi. To'rtta o'g'illi bo'lganda sal kino ham ev bilan-da uka, to'g'rimi yo'qmi? Suvdan iching. Aqualay. Qarang, anchadan beri kinoda o'ynayman deb yurardim. Voy, kinochilarning o'zlari o'z oyoqlari bilan kirib kelishdi. Va nihoyat Alfiya. orzularim amalga oshadigan bo'lib qoldi. Email. Stop. Qani tipaj. Bu kohronda hamma tipajli bo'lsa kerak. Mana. Qani. Men qani. Nafas ol. Ana. Ko'zlaringizni kattaroq oching. Siz tipaj. Qo'lingizni menga bering. Alfiya, o'sha senchi. Tekin bo'lgandan keyin turmaysan. Men aytmoqchimanki, sizni kinoda Xudo Romeo Julietada olamiz. Rolini beramiz. Napishi, Julieta. Keyin pasportingizni berasiz. Salomat bo'ling. Bolta To'rayevich, endi haligi bilasizmi, haligi Alfiya cho'ttak dolga derish. Endi men aytmoqchimanki, haligi ozgina homiylik, ya'ni hozirgi zamonaviy tilda sponsor bo'ladigan bo'lsangiz, sizni korxonangizni ilmiy ommabop filmlar qilib yaratardik. Qalay, ma'qulmi? Endi siz uka o'sha o'ylagan kinongizni olib turing, xo'pmi? Yo, to'g'ri olish uchun ozgina haligi mani haligi pul kerak edi endi. Pul endi uka kimga kerak emas? Pul sizga kerak, mana menga kerak. Ya siz nima qilib turibsiz? Betallaybi, turishingizni qarang. Ha bu mehmonlar kuzatib qo'ying. Shunchalik hurmat qilib kelganingiz uchun men juda ham xursandman. Siz uka qani Felliniga o'xshaysiz. Kurasavaga. Qani men bu suvdan ham ichinglar. Rahmat kelganingiz uchun. Yo, Boltovoy aka, siz bizani tushunmadingiz. Boltovoy aka. Biz ilmiy ommabop filmlar olmoqchi edik. Mana siz bakrashga suv berib shulaga. Yashaylar. Boltovoy aka, siz tushunmadingiz. Ilmiy ommabop film.
Nafisa, men sizni telexranitellaringiz bilan kelasiz deb o'ylagan edim. Yaxshiyam o'zingiz keldingiz. O'zimni himoya qilishga kuchim yetadi. Nima, dugonalarim sizga yoqmadimi? Yo, nimaga yoqdi? Marhamat. Mana bu yerda o'tiramiz. Rahmat. Keling mana bu yerga. Shunda o'tirib oling. Nafisaxon, sizga ham ofitsiantlar bir xizmat qilsin. Sardor birorta jonimga strelka bergan demaganmidim senga? Ana ko'rdingmi? Oo, tam berdik. Layla mashinalarini gaplashib o'tirishini qara. Endi bu sotka 12 bo'ldi. Rosa qulog'iga lag'mon sotgandir-a? Sizsiz yashamayman jonim. Bor kirib chiq. Hozir. Qalaysan Zokir? Sardor, yaxshimisan? Charchamayapsan. Sonlari yaxshimi o'zing? Javomatli yigitsan-da, og'ayni. Nimaga? Qoyilman. So'zingni ustidan chiqding. Lekin shu qizni boshini aylantira olishingga hech ham ishonmadim. Tan berding senga. Xo'sh, endi bu yog'i nima bo'ladi? Nima? Yutug'ingni olmaysanmi? Yo nima? Esingdan chiqdimi? Hazillashyapsanmi, Zokir? Sardor. E'tiboring uchun qimorda hazil bo'lmaydi. O'yin. Nimalar deyapsan o'zi? Bu qizni endi tinch qo'ysang ham bo'laveradi. Men senga yutqazdim, og'ayni. Gapingga hech tushunmadim. Tushuntiribroq gapirding. O'zing aytgan-ku. Nima qilibdi? Aytdim qo'ydim-da. Yo'q. O'yinni o'z qonun qoidalari bor. Men erkakman. Yutug'ingni olmasang bo'lmaydi. Ana o'zi ham kelyapti. Telefoningizni ko'rsam maylimi? Siz nima qilasiz? Buni qarang, Sardor aka. Shunday nozik tuyg'uni qo'lda ushlab bo'lar ekan. Nima qilyapsan o? Bo'ldi, yetar, Zokir. Bugun ja g'alati kun bo'ldi, Sardor aka. Siz yutvagan telefoningiz sindi. Meni ko'nglim. Nafisa, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Yuring, kuzatib qo'ying. Bu yoqqa kuzatib ovora bo'lmang. Men o'zim ketaman. Keyingi safar garo o'ynasanglar, sinmaydiganroq narsadan o'ynanglar. Qoch! Nafisa, to'xtang! Sigareta uzatvoor. Oo. O'tiraveramizmi endi? Tayyorlanib tur. Xo'pmi? Qo'ldan chiqarib olmaylik. Xo'p. Ana, kelayotgan qiz. Tushundingmi? Ha, tushundim. Qayda? Marhamat. Qani yaxshimiz ketdik. Tezroq bo'l. Ketdik. Tinchlikmikin ish qilib. Shu paytgacha kelishmadi-ya. Namuncha hovliqmasangiz, hozir kelishadi. Toshkentdan kelish shunchalik qiyin bo'ldimi? Yana qizingizni ko'rib, ko'nglingiz erib ketmasin.
Tergang. Otasiz. Assalomu alaykum. Voy, ana kelishdi. Va alaykum assalom. Marhamat. Kelinglar. Xayriyat, qizimizni ko'radigan kun ham bor ekan-a? Dadasi lazbesh yigit bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Omonmisan? Mayli bo'lmasam. Rahmat lazbesh, siz bora qoling endi. Xayr. Hey. Qiz bola degan shunaqa bo'ladimi? Dadang seni deb sal qoldi o'lib qolishlariga. Seni qidirib topgunimizcha rosa esimiz ketdi-yu. Men-ku mayliga dadangni o'ylamadingmi? Ahvollariga bir qara. Dada, salom alaykum. Hay, dadasi. Qizingizdan nega yuzingizni o'girasiz? Hamma adashadi, yoshlik qipti-da. Oshxonada ishlarim bor edi. Dada, Senga nima yomonlik qilgandim? Sen kimni farzand ekanligingni unutib qo'yibsan. Kichkinaligingdan ardoqlab katta qilgan bo'lsam-u, umrimni, hayotimni senga bag'ishlagan bo'lsam-u, menga ko'rsatgan karomating shu bo'ldimi? Mehrim ikkiga bo'linmasin deb, onang o'lgandan keyin hatto tug'maydigan ayolga uylandim. Sen bo'lsang, shularni hammasi uchun menga qochish bilan javob berding-a. Dadajon, kechiring meni. Qizim, men Meni kechiring dadajon. bilmadim, meni o'rnimda boshqa ota bo'lganda nima qilardi. Qizim, ko'zim mohu qorasi. Bilasan, bu dunyoda seni hamma narsadan ortiq ko'raman. Boshqa bunday qilmaysan-a? Yo'q dadajon. Qizim, biz ayollar baxtimizni allaqayerlardan qidiramiz. Lekin baxtimiz shundoqqina oyog'imiz tagida turganini bilmay qolamiz. Bu yigit seni baxting. Bir uchrashib ko'rgin. Aqli hushi joyida, ishbilarmon, epchil, qancha xususiy do'konlari, barlari bor. Buni ustiga kimsan? Obro' e'tiborli odamlarning o'g'li.
dadangni o'ylasang bo'lardi. Agar shu yigitga tegsang, dadangni biznesiga ham ancha foydali ish qilgan bo'larding. O'zing bilasan, yuraklari chatoq. Xudo ko'rsatmasin, dadangga biron gap bo'lsa nima qilamiz? Uchrashuv qachon? Voy, barakalla qizim. Voy, o'zim aylanay. Dadangni xursand bo'lishlarini bilsang edi. Voy qizim. Bugunni o'zida uchrashasizlar. Maylimi? Zamira opa, ana o'tirgan Sardormi? Ha, o'sha. Nima edi? Bechoraga rahmim kelib ketyapti. 3 kundan beri shetda o'tiradi-ya. Qaniydi hamma yigitlar qizlar ishqida shunaqa kuyib devona bo'lib yurishsa. Nafisani ketganini etsak bo'lar ekan. Hozir borib aytaman. Marhamat. Bu sizga. Endi tinchgina yotib uxlang. Ertaga bardamgina bo'lishingiz kerak. Albatta. Faqat Nafisaga ko'z quloq bo'linglar. Yana tag'in. Hozir Nafisa ancha o'zgargan. Ko'ningga qara desam ham O'ktamjon bilan uchrashuvga ketdi. Ketdi? Ha. O'zim ham hayron qoldim. Qizimizni aqli kiryapti dadasi. Mayli. Bultur Dubayda elita dam oladigan restoranda bo'lgandim. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r joylar ekan. Shunaqa restorandan ikkitasini shu yerda ochmoqchiman. Bo'sh vaqtlarimizda ikkalamiz borib, xohlagancha dam olamiz jonim. Men bizni qizlarni tushunmayman-da. Uyalishadimi, nozlanishadimi? Yevropaliklardan o'rganish kerak, yevropaliklardan. Ha, zamon rivojlanib ketyapti. Yevropaliklarni bizlarga juda havas keladi. Ibo, sharm hayo o'zbek qizlariga xos. Buni nimasi yomon? Tushunmadingiz. Yo'q, men o'zbek qizlarini yomon demoqchi emasman. Chiroyli, go'zal, nozik, lekin menga sizni tipingizdagi qizlar yoqadi. Ozgina yevropeyskiy manerlar yetishmaydi-yu, buning shu o'zim o'rgatib olaman. Kechirasiz hozir. Da. Alo. Ha. Senmisan yana menga endi umuman qo'ng'iroq qilmagin, tushundingmi? Alo, Laziz. O, menga qaragin. Men senga nima degandim? Ana uning yana qo'ng'iroq qildi-yu. O, men yo'g'imda og'ziga siqqanacha pul berib chakagini o'chirmaganmiding? Yo'q xotini. Ofitsiant. Ofitsiant.
Laba yo'qdimi aka? Ha, bu kuldonni tezsiz almashtirmaysanmi? Uzr, kechirasiz. Shu ham obslugami? Nimaga qiz bolaga baqiryapsiz? Shu ham qiz bolami? Ofitsiant bu. Kimga sakrayotganini bilasanmi o'zi? Voy, ofitsiantkalar tili chiqib qoptimi? Mani kimligimni bilasanmi o'zi? Yo'qolib bu yoqda. Men hozir kelaman. Adasi, oshga ketyapsizmi? Oshga. Ha, bo'pti. Ishqilib mahallada osh bo'lsin deng. Rahmat aka. Omon bo'ling. Choydan quychi. Hozir dadasi. Mana marhamat. Ovqatingni yemaysanmi? Ishtaham yo'q. Diyeta tutyapti dadasi. Qizimiz Nafisaxon juda ziyrakda. Kuyovingiz O'ktamjonga semiz qizlar yoqmasligini bilib, Nafisaxonam semirib ketmay deyapti-da. Rahmat aka siz. Nechun formadasan, tinchlikmi? Olinglar, olib o'tiringlar. To'g'ri ishdan kelyapman. Qani. Rahmat. Rahim akam shunday insonlarki, dabdabani yomon ko'radilar. Dadasi, tug'ilgan kuningizni biron bir restoranda katta raqib nishonlaylik desam, yo'q, alloma emasman, uyda nishonlasak ham bo'ladi dedilar. To'g'ri, chunki meni do'stim kamtar oliyjanob inson. Ha, aytganingiz kelsin. Kirsin. Xo'p. Tinchlikmi? Ha, mehmon kelibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Rahmat. Keling. Keling, mehmon o'tiring. Rahmat. Bizda azaldan mehmon otangdan ulug' degan maqol bor. Yaxshi insonlar uchun eshigimiz hamisha ochiq. Xush kelibsiz, mehmon. Qani marhamat oling. Men Toshkentdan keldim. Bilamiz. Bu yigit Toshkentdagi Akvalat firmasidan. Biz bilan shartnoma tuzgani kelibdi. Shunaqami? Yaxshi. Lekin qaynasi yaxshi ko'rar ekan. Dasturxon ustiga keldi. Qani marhamat. Oling. Meni sizda o'zim ishim bor edi. Yolg'iz gaplashsak dedi.
Meni bu yerda eng yaqin odamlarim o'tirishibdi. Bulardan yashirgan sirim yo'q. Bemalol gapiravering. Men bitta iltimos bilan keluvdim, qizingizni so'rab keluvdim. Nafisa. Gapingizga tushunmadim. Sal tushuntiribroq gapiring. Qisqasi, qizingizni qo'lini so'rab keluvdim. Iye. Tom ketganmi buni? Ko'chaga olib chiqib tashlaymi Rahim aka? Rahimjon. Bu yigit shunchalik yuragi yutib bostirib kelibdi. Demak, dardi bor. Menga qarang ukajon, siz o'zi kim bo'lasiz, nima ish qilasiz, bilsak bo'ladimi? Mana ko'rib turibsizlar, oddiy bo'laman. Firmada menejer bo'lib ishlayman. Ota-onangiz bormi? Otam yo'li. Oyam bitta singlim bor. Onam o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Donaxon, hozir shunaqalarga ko'payib ketganda. Ha, nimasini aytasiz? Erta-indin to'yi bo'ladigan qizni otasini yoniga kelib shunaqa gaplarni aytgani uyalmadingizmi? Bu nima degan gap? Men Nafisani sevaman. Bilasizmi, o'g'lim? Meni qizimning ixtiyori o'z qo'lida. Men uni har doim ra'yiga qaraganman. Hozir o'zidan so'rab ko'ramiz. Sevaraxon. Labbay. Nafisani chaqiring. Chaqiring. Firma, shartnoma bir bahona ekanda bundan chiqdi. Qoyil. Ay yoshlar. Qizim, mana bu seni izlab Azim Toshkent shahridan kelibdi. Uni taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Axir bu bechora yigit umid bilan kelibdi-ku. Senga uylanmoqchi ekan. Bu odamni tanimayman dedim-ku. Dadasi, qizimizni bunchalik xijolat qilmang. Dadajon, men uydan ketib, bilmagan holda ko'p ozor yetkazdim sizga. Endi faqat sizni aytganingiz bo'ladi. O'sha siz istagan odamga turmushga chiqaman. Faqat sizga ishonaman. Har holda meni bir buyumga aylantirib taqdirimni garovga qo'ymassiz. Qizim, meni birdan bir orzuim seni baxtingni ko'rish. Men seni hech qachon majburlab, zo'rlab turmushga bermayman. Bora qol. Ana o'g'lim. O'zing eshitding. Qizimizga zorimiz bor-u, zo'rimiz yo'q o'g'lim. Mayli. Mehmonni qonni ochgandir. Qani dasturxonga marhamat. Bizda ozgina maslahatli ishimiz bor. Bu yigitni yaxshilab qorin to'yg'izinglar. Men qizingizni baribir olib ketib qolaman. Tishing o'tarmikan? Mehmon yuring, kuzatib qo'yaman. Kuchug'masman. Suya g'ajiydigan.
menga kechir olsang kechir anday men adashdim seni nimalarga almashdim jonginam kechir nega men o'zimga dushman nega sevgimiz asrolmadim nima deb so'ndi go'zal tuyg'ular qilmayman inkor o'zim gunohkor nega men o'zimga dushman nega sevgimiz nobud qildim gaplaring to'g'ri faqat men aybdor o'zim gunohkor qilmayman inkor xazonlar ham yonib ketar mening yurak zorimdan qorlar ham erib ketar mening ko'ngil lohlarimdan meni kechir nega men o'zimga dushman nega sevgimiz asrolmadim nima deb so'ndi go'zal tuyg'ular qilmayman inkor o'zim gunohkor nega men o'zimga dushman nega sevgimiz nobud qildim gaplaring to'g'ri faqat men aybdor o'zim gunohkor qilmayman inkor Aka, sizni ko'chada mashina kutyapti. nimaga Sizga bir qiz yuboribdi. oti nima ekan o'zi Nafisa. Nafisa Ha? Niye oyijon doringizni ichib oling Voy rahmat qizim. oyijon kasal bo'lmang Voy qizginam, xavotir olma. Mani kasal bo'lishga haqqim yo'q. Faqat akangiz sog' salomat qaytib kelsa bo'ldi. akam keladilar mana ko'rasiz 3 kun bo'ldi. Telefoni o'chirilgan. Ertaga kelaman degandi. Hali ham dom-daragi yo'q. Xudo oyijon akam bizani yaxshi ko'radilar albatta keladilar ilohim, bolamni balo qazolardan o'zing asragin. Omon eson yurgan bo'lsin-da ishqilib. O't bu yoqqa. Olib keldim, xo'jayin. Xuddi Hind kinolaridagi qahramonlarga o'xshab ketding-ku. Faqat ular o'ynagan kinolarning hammasi yaxshilik bilan tugaydi doim. Nima deding, Laziz? Nega endi? Oxiri yomonlik bilan tugaydigan filmlar ham ko'p ularni. Sen bala Qo'qonni sovuniga kir yuvmabsan shekilli, ha? nima sovuninglar reklama qilyapsizlar mayli narxini kelishsa gaplashib yuboramiz. Biz
gaplashmaymiz. Sovunni bo'lsa kerak joyingga ishqab qo'yamiz. O. Ishni hammomda birovlarning orqasini ishqalashdan boshlaganmisan deyman-a? Menga qara, o. Mayni ochliq qilmagin, masxaraboz. Tushundingmi? Toshkentda Nafisadan boshqa qiz qurib qoptimi? Qurroq. Nafisa meniki, tushundingmi? Nafisani mendan hech kim tortib ola olmaydi. Ha, yoqmadimi gapim? Buqachaga o'xshab turibsan? Kuch sinashamizmi? Xo'sh. Qo'rqdingmi? Ha? Mayli, biz qo'rqmaymiz. O'tirin-da. To'xta. Tegma unga. Qo'qonda ham erkaklar bor. Mehmonni kuzatib qo'yinglar. Xo'p bo'ladi. Yuring mehmon. Ha? Xo'p. Mana shu hafta non sindiramiz, qudajon. Hammasi kelishganimizdek bo'ladi. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz meni, Rahim akada juda ham zarur gap bordi. Lekin ular uyda yo'qlar. Boshqa safar keladi. O'ktamjonga ayt. Yo'qlar deyapman-da sizga, chiqing bu yerdan. Xotirjam bo'lsinlar. Ha, xayr. Nimaga tushunmaysiz axir? Ishlaring singlim. Iltimos, chaqirib Mumkin emas. Tashqariga chiqing. Nima shovqin? Tinchlikmi? Jon opa, ayting qo'yib yuborsinlar. Zarur gapim bor edi. Rahim akada. Qo'yib yuboring. O'ta qoling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tiring. Marhamat. Choydan iching. Rahmat. Rahim akamni mazalari yo'q edi. Agar biron bir shoshilinch gapingiz bo'lsa, menga gapirishingiz mumkin. Opajon, qizingiz ismi Nafisami? Ha. Tinchlikmi? Voy belim. Tag'in yana maktabingdan qolib yurmagin. Xo'p bo'ladi, oyijon. Xo'p bo'ladi. Qo'rqmasdan o'tirasan, qizim. Oyijon, siz boravering. Tezda tuzalib ketasiz. Akam keladilar. Yaxshi bo'ladi hammasi. Aytganing kelsin. Ey Xudo, ish qilib o'lib qolmasam bo'lgani.
Akam keldilar. Ana qarang, oyijon, akam keldilar, akam. Bormisan, bolam? Qayoqlarda yuruvding? Nima bo'ldi, oyijon? Sizga nima bo'ldi, oyijon? Voy, oyi, nima bo'ldi sizga? Oyijon, Oyi, ko'zingizni oching, men keldim-ku. Hali shunaqa gaplarding? Ha, opajon. Siz balkim meni behayo, besharm deb o'ylarsiz. Ha, baxtsiz bo'ldim. Ammo bu badbaxt, beburd boshqa bir qizni ham baxtiga zomin bo'lmasin deyman. Bu bilan undan alamimni olmoqchi emasman, opajon. Shuning to'g'ri, men unga ishongandim. Birinchi marta aldandim. Endi meni hayotim sindi, opajon. Badnom bo'ldim. Yashagim ham kelmayapti hatto. Qo'ying, siqilmang. Siz badnom bo'lganingiz yo'q. Badnom bo'lish nima ekanligini siz hali bilmaysiz. Qo'ying, yig'lamang. O'zingizni qo'lga oling. Bu dunyoda hech kimga kerak emas inson bo'lib yashashdan qo'rqing. Siz esa ota-onangizdan boshqa yana bir yach odamga keraksiz. U sizni hayotingizni quvonchga to'ldiradi, qayg'ularingiz unutiladi. Ha, Zinim. Agar bilsangiz, ona bo'lish bu baxt. Shunday ekan, baxtingizni sevgan kishingizdan topolmagan bo'lsangiz, farzandingizdan albatta topasiz. Rost aytyapman, ishoning. Siz bolangiz uchun ham yashashingiz kerak. Farzandingiz o'sha yigitdan ekanligini nima bilan isbotlaysiz? Oyijon, ko'zingizni oching. Meni unaqa qo'rqitmang. O'zingiz sallani bir ko'z bilan o'stirdim derdingiz-ku. Sallaga ham ota, ham onaman derdingiz. Nima endi? Bir kunda bizani ham otasiz, ham onasiz qoldirmoqchimisiz? Eshitaman. Eshitaman. Oyi, meni kechiring. Bugun bilsangiz birinchi marta qo'rqdim. Sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim. O'zingiz bilasiz, adamlar ham bizani tashlab ketganlar. Agar siz o'lib qolsangiz, biz nima qilamiz? Shunchalik bezor bo'ldingizmi bizdan? Iltimos tashlab ketmang bizani. Axir meni ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Xudo xolasa, ko'p pul ishlab sizni hajga yuboraman. Sizga yaxshi kelin bo'ladigan, sizga yoqadigan, aytganingizni qiladigan, hurmatingizni joyiga qo'yadigan bitta qiz topib qo'yganman. Uni ham o'zim mahmonligim bilan xafa qilib qo'ydim. Faqat u Toshkentlik emas, oyi.
u Qo'qondan. Siz bizani tashab ketsangiz, sovchilikka kim boradi? Mani to'yimga kim bosh bo'ladi? Oyi, nevaralaringiz uchun qoling, iltimos sizdan. Mana bu shu sizni erkatoyingiz uchun. Iltimos qoling. Vaqti kelib, nasib qilsa men ham farzand ko'rarman. O'shanda ular ada buvimlar, buvamlar qayoqdalar deyishsa, men nima deb javob beraman? Oyijon. Bilasanmi qizim? Hayotda inson o'zini eng yaqin kishisini yo'qotib qo'ysa ham chidash kerak ekan. Garchi bu juda og'ir bo'lsa ham. Chunki bu hayot qonuni. Lekin o'zini yo'qotib yashashdan Xudo asrasin. Qizim, men seni ko'zlaringda ma'yuslik emas, balki zavq shaqni, hayotga muhabbatni, baxt va saodatni ko'rishni istardim. Muhimi o'zingni yo'qotmasang bo'lgani. Aziz. Labay. Yur bu yoqqa. Sen qizga nima kerak o'zi yana? Nimaga qo'ng'iroq qilding? O'shanda ifratchangni oldirib tashagan demaganmidim? Bola sizniki. Bola meniki bo'lsa nima qilibdi? Men baribir uni tan olmayman. Tushundingmi? Menga qara. Mendan bo'ladigan bolani orzu qilib yurganlar ko'chada son mingta, bildingmi? Qanjiq. Nima? O'zingcha meni sharmanda qilmoqchi bo'ldingmi? Laziz, buni bugunoq bu yerdan qorasini o'chir. Xo'p bo'ladi. Agar yana bir marta Assalomu alaykum Sevar opa. Aytgan sakazingizni tayyorlab qo'ydim. Men sizni ishbilarmon, biznesmen ekanligingizni bilardim-u. Lekin iflosligingizni marras. Soat 22dan 45 daqiqa o'tganda suv balvosi badiiy filmini tomosha qiladi. Qizim, qo'g'irchoq o'ynayapsanmi? Hurmatli tomoshabinlar, Meni tinch qo'ying.
bolaligimda qo'g'irchoq o'ynashni yaxshi ko'rardim. Vaqti kelsa qo'g'irchoqqa aylanib qolgim kelardi. Endi bilsam, birovni qo'lida qo'g'irchoq bo'lishdan dahshatli narsa yo'q ekan. Qizim, to'g'ri, balki men onangni o'rnini bosolmagandirman. Agar onang bo'lganimda edi, seni baxtingni o'ylab qilgan xatoyimni kechirgan bo'larmiding? Oyijon, oyijon, qizalog'im, qizim. Bo'la qolsangiz tezroq, maktabga kech qolaman. Ay, nima qilyapsiz sochimmi? Jim turgin. Qarang, mamlarni qoldirib ketdingiz. Jim tur davomamasang, nimamasang, har kun choch urib yuribman. Rahmat, sen tushundavam. Oyim sizdan tezroq ururdilar. Bilsang o'zing ururmaysan, san deb ishga kech qolishim mumkin endi. Meni vaqtim yo'q, men bugun topshirishim kerak, kontrollayim bor. Bildingiz? Baribir xuddi shunaqa vaqt ketardi-yu oyimda ham. Unaqa vaqt ketmaydi. Farqi nima ekan endi shuni? Bo'pti, tezroq bo'ling. Bo'ldi, ana, normalniy bo'ladi. Bor, tufligingni kiy. Ish qilib to'g'ri o'rgan bo'lsangiz bo'ldi. Sen o'tirib tur, mashina kelyapti. Ket, tush mashina. Sekin. Mana qara, hamma kirib ketibdi-yu o'zi. Hali vaqtim bor. O'qishdan keyinchi yana oyim bannisada ekanlar deb arqon sakrab yurmang o'rtoqlaringga, xo'pmi? Tushundim. Qani puldan cho'zing akajon? Mana 1 2 3. Mana yetadi. Voy, meni bovachakamda, yana 200. Ha, o'zi bilaman sen qanaqaliging. Mana bo'pti. Bo'ldi, bor. Bor. Rahmat. Kechqurun vaqtli keling, ha? Xo'p, mayli, xayr. Voyo, nima qilyapsiz? Kenayi o'zi yaqinda remontdan chiqdi-yu mashina. Soqqadan olaylik-da, soqqadan. Soqqa yo'q. Jimotlik qilmaysiz endi. Surbi odam. Soqqasi bo'lmasa qizlar bilan urush kim qo'ydi unga? Alo, Sardor. Ha, gap bunday uka. Xo'sh, endi menga haligi diskotekadan diskotekaga haligi yurish to'g'ri kelmas ekan uka. Shundaymi, o'sha sotganlik qizlargacha meni pulim kerak, o'zim kerak emasman. O'zim kenayinga kerakman. Hozir kenayini Moskvaga olib ketyapman. Bilasan-ku, Moskvada o'g'lim o'qiydi. xo'jayim, Moskvada hamchi yaxshi qizlar bor. Yana qolib ketmang ular bilan, xo'p? Sizga kerak hali. Ha?
Nima deng? Qanaqa qiz? Alo. Alo deyman. Darding top olmadim